Hi everyone, welcome to Gai Language Training Center, a new concept English classroom, and I'm Ablajan. And today we will learn lesson 9, how are you today? Yaxshimisilar savatdoshlar? Endi bugun shu darsimizning 9-dars qadam qo'ydik. Endi bugungi darsimiz nima? How are you today? Okay, how are you today? Okay, endi shu dars boshlashdan burun savatdoshlar, shu oldingi soatlik darslarni qanday desanglar, obdan bir takrorlay o'tinglar. Ders kirishdan burun qanday desanglar bo'lsa, sizlar oldingi qatimliq darslarni bir qatim oldin takrorlab etsanglar, shuncha yaxshi. Shuncha yaxshi. Onun sizlar dars kirganda bo'lsa oldin ko'rib kiringlar. Ko'rib kirib, masalan, shu dars so'zlanayotgan so'zliklar, onadagi tekst so'zning aynan muhim nuqtalar bor, bo'lsa shuni bir xotir qoldirib mansanglar. Okay, xotir qoldirib mansanglar. Okay, endi yangi so'zlar kelaylik. Birinchi yangi so'z nima desanglar? Qaranglar, bu nima? Hello. Okay. Hello. Okay. Endi bu yerga hello talaffuz qilganda, bu yer tovush qaraymiz hozirda. Bizde ham to'la yuqori saviyaga ketmadik, endi tovush. Tovush degan nima desanglar, masalan, menda yan to'sliqlar istga yoki masalan mana o'xshash tirnoq ishida bo'lsa nima desanglar, nahmu shu tovush bo'ladi. Okay, tovush bo'ladi. Albatta, buni talaffuz qilganda birinchi tovush nima? Okay, endi bir qanday talaffuz qilamiz deganda, masalan sizlar masalan peshtaxtdan chiqdinglar yoki yugurdinglar, tiz harakat qilib bir asrab ketdinglar, shunami? Demoqlanmay demakchi asrab ketgan vaqtda endi shu o'pkimizdan chiqqan havo nahmush tovush. Okay. Low. Okay, endi makeynniki nima desanglar? O. Okay. O degan qo'shma tovush. Bu ikkisini qo'shgan nima desanglar? Low. Okay. Low. Get. Low. Low. All right. Demak, hello deganimiz nima? Yaxshimisiz? Odatda salom soatida. Odatda masalan hello, shunami? Agar javob qo'yadigan deymiz hi. Agar hi demasa, okay nima? Hi. Okay, deb aytinglar. Hello. Hi. Mana javob qo'yadilar. Hello. Nima? Hi. Good. Good. Hi. Okay, hi deganimiz nima desanglar? Hey, yoki yaxshimisiz degan gap, yaxshimisiz. All right. Next one is how. Okay. Qaranglar. How. Good. Endi buni talaffuz qilganda alohida diqqat qilamiz. Odatda ingliz talaffuzda buni nima deymiz? How deb talaffuz qiladi. Endi mana shu kelma qo'shimcha tovush au ekan, bu qo'shimcha tovushni au deb talaffuz qiladi. Shu how. Okay. But American accent, biroq Amerika ingliz tilida buni nima talaffuz qildi desanglar? How. Okay, nima desanglar? Ow. Okay. Ow. Ow. Shunami? How. Okay, and how deganimiz nima desanglar? Qandoq. Okay, qandoq yoki qandoq qilib degan gap. How. Masalan, how much is it? Okay. Endi men yerga how much. Okay, much deganimiz oldin qatamagan ko'p jiq degan gap. How much? Qanchalik jiq? Yoki qandoq jiq? Is it? U degan narsaga olmish. Now, how much is it? Oy nechi pul? Odatda shu boshqalardan ma'lum do'konlardan shu molning bahosini so'rag'an vaqtimizda nahmush ishlaydi. Shunami? How much is it? Okay. How much is it? Yoki nima? Okay. How much is it? Okay. Undan keyin nima desanglar, yana birga how are you? Okay. How are you? Okay. How are you deganimiz nima? Ahvolingiz qanday? Agar uni almashtirib who are you deb qo'ysaqchi, bo'lmaydi. Okay, birisi nima? How are you? How are you today? Okay, hamda rasmdan nima? Hello, how are you dedi qo'y. Ajiq savodashlar how are you bilan who are you ni qanday desanglar, aramizda qolmaydi. Bir yumor var ekan, mush Obama Abi Shinzoni Amerikaga ziyorat taklif qildi. Ziyorat taklif qilib qattiq xo'sh o'tibdi Abi Shinzo, lekin undan yana bir tarafdan ensirash boshlabdi. Bu nima ish qarasanglar, Abi Shinzoniki inglizlancha yaxshi emas ekanda. Shuning bilan buni katibining bir aql ko'rsatib, "Voy, Abi Shinzo efendim, siz bu yerga borganda bek oddiy. Boshda shu salom soat qilganda shu ingliz paranglashib, qay vaqtda yaponcha paranglashsangiz tarjima qilib turdi" dedi. Shuning bilan bo'ldi deb buningga how are you? Okay, how are you?
degan bir cümle deb qo'yibdi. Siz how are you deysiz, Obama. Okay, I'm fine, thank you, and you deydi. Okay, I'm fine. Okay, men yaxshi. Thank you, rahmat, and you. Okay, and you deganimizni bilsangiz, sizchi. Shundaymi? Siz faqat me too deysangiz ham bo'ldi. Okay, me too desangiz demakki menmi yaxshi desangiz ham bo'ldi deydigan. Shuninglar Amerikaga uchib bordi, keyin uchib berib aerodromdan bosh qattiq qizg'an ko'rishib, hayajonlanib ketgandan asli how are you demakchi ekan. Okay, Amerikaga o'xshachu. How are you demakchi ekan. Bu tuyuqsiz nima desanmi? Who are you? Okay. Who are you? Oy, siz kimmi? Okay. Who degan kim? Are bo'lsa you. Siz bo'lsangiz kimmi? Oy, siz kimmi? deb so'rab qoldi-da. Shuninglarning Obama bizlar intayin qanasan qiziqchi. Shuninglarning debdi-da. Oy, I am husband. Okay, I am the husband of Michelle Obama. Okay. Michelle Obama degan Amerikaning birinchi xonimi. Nima Obamaning ayoli. Oy, men Obamaninki, Michelle Obamaninki yo'ldishi. Michelle Obamaning iri deganda, okay, husband deganimiz nima desan? Iri yo'ldishi. Shuninglarning obishimizning degan me too. Okay. Me too. Okay. And the me too deganimiz nima bo'ldi? Voy, menmi? Okay. Demakchi, menmi Michelle Obamaning iri demakchi. Demak hamda bu yerda men iri demaydi albatta. Hamda how are you desa, oh I'm fine thank you and you deb so'ramiki degan niyatda shunga degan u talaffuz xato qilib who are you? Okay, who are you deb qoldi. Shunami? Shunga ma'qul desanglar farqlandi. Okay, sizlarni almashtirib qo'ymanglar. Okay, endi ma'ni nima desanglar? How. Okay, mana so'z nima? How. Okay, how. How are you? Okay, how are you? Okay, and the macho, take it again, who? Okay, who? Okay, who are you? Who are you? Okay, who are you? All right, and the macho, who are you? Digging in the matter, what is Kimo? Sichim. How are you? Okay. Kings qanday? Amsa king so'zini nima ekan? Desanglar, qaranglar, mana bir dialog ekan. Hey, how are you? Okay, how are you? Ahvolingiz qanday desa? Nima how are you deymiz, nima? Okay, and how's she? Okay, and igisi agar u qiz bola bo'lib qolsa-chi. Okay, she deymiz, ha. U degan agar qizlarning o'rniga nima almashtirib desanglar, aytdiki she. How is she? Okay, how is she? U qandaroq? Okay, masalan, opangiz qandaroq bo'lsa, how is your mother? Okay, how's your mother? Okay, also mother no o'rniga she olmishmiz, nima? How is she? Agar hamda o'g'il bola bo'lib qolsa-chi? O'g'il bo'lib qolsa, he. Okay, how's he? Okay, how is he? Okay, how's he? Okay, what about, how's Emma or Jim? Okay, how's Emma? Okay, Emma qandaroq or Jim qandaroq? Demak, uchinchi shaxs birlikka savoldoshlar nima keldi? Is. Now, how's Jim or how's Emma? Okay, I'm fine, thanks. Voy, men shunday yaxshi. Men yaxshi. Rahmat sizga. Shunami? Demak, how'dan ishlatishni bildingmi? You keyin how are you? Agar o'g'illar bo'lib qolsa, how's he? Agar qizlar bo'lib qolsa, how's she? Okay, adamning ismi bo'lib qolsa, how's Emma or Jim? Bu ism kelganda, o'g'il o'g'illar, qiz o'g'illar o'xshashlarni bilasiz, anlamishada. How is? Okay, how is? All right. Next one is today. Okay, anda qarang. Today. Okay, day degan kun. Today deganimiz nima? Sanli bugun. Bugun. Bugun nima deymiz? Today. Okay, today. Masalan, you look nice today. Okay. Okay, and you look nima? Siz qaramoqqa nice. Bak güzel olib ketibsiz, chiroyli olib ketibsiz bugun. Okay, hey, you look nice today. Ajab chiroyli olib ketibsiz ya bugun. Okay, agar men qarab qalsaq, ma qizlar. Uy, men satmitam.
Men qachon satdim deydi shunama. Okay. Shu uyg'urcha degan va siz degan bekrek chiroyli qo'yib ketibsizmi? Deb qo'ysanglar yaxshiroq. Masalan bir yangi kiyim kiyganda, yangi bir holat kelganda shunama. You look nice today. All right, nima ekan? You look nice. Okay, nice degan baland obdan go'zal deb ma'nosi. Hey, you look nice today. Okay. And after degan nima deymiz? Tomorrow. Okay, tomorrow. Tomorrow. Okay, see you tomorrow. Okay, the second name is see you. Biram tushunimcha. See you tomorrow. Branding ko'rsayli. No, sorry. See you tomorrow deganimiz at ko'rsayli. Shunami? Okay. And yesterday. Okay, yesterday. Yesterday. Okay, yesterday bo'lsin ma'nosi. Tunugun. Today, bugun. Shunami? Today. Hush, next one is well. Okay, well. Okay, well. Shunami? Yaxshi. Odatda shu salomatlikning nihoyat yaxshi, obdan, baland, sog'lomligini bildiradi. Well deymiz. Masalan, how are you today? Today degan bugunmidi? Oy, how are you today? Oy, bugun ahvolingiz qanday? Desa, I am very well. Okay. Very nice. Shunami? I am very well. Men nice yaxshi. Thank you. Oy, rahmat sizga. I'm very well, thank you. Good. Next one is fine. Hey, how are you today? I'm fine. Okay, fine. Okay, good. Nima degan gap? Go'zal, yaxshi, go'zal, baland degan gap. Shunami? Fine. Hey, how's Tony? Hey, Tony qandaroq? How's Tony? Shunami? He's fine, thanks. Hey, how's your brother? Oy, akangiz qandaroq? Okay, he's fine, thanks. How's your sister? Oy, achangiz qandaroq? She's fine, thanks. Oy, u yaxshi. Okay, fine, yaxshi. Ya'ni nima deytoq? Salomatlik yaxshi bo'lsa, well. Yoki nimsa qo'lda obdan desan, good. Okay, I'm good. Shunami? All right, how are you? I'm fine. I am fine. Okay, I'm fine. Okay. Next one is thanks. Okay, thanks. Okay, endi men birinchi tovushni talaffuz qilganda diqqat qilgan nuqtamiz nima desanglar? Matlama? Qaranglar. Thank. Talaffuz qilganda tilingni ichib chirib ketdi. Havo sirtib chiqara. Thank. Okay, endi mana shunday og'zimiz bakcha cho'ng ochildi, 90 gradus ochildi. Thank. Okay, shunday tavishma. Okay. Thanks. Good. Thanks. Yaxshi. Thanks deganimiz nima desanglar? Rahmat. Okay. Thanks a lot. Okay. Endi men yerga a lot deganimiz nima desanglar? Ko'p, jiq degan gap. Thanks a lot. Okay, thanks a lot. Okay. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat-chi? Thank you. Hargiz thank you desa ko'maydi. Thank you. Good. Thank you. Thanks a lot. Okay, next one is see. Okay, look. Hadi umakana mushuk. Shunami? Okay, very cute. Okay. See. Okay. See. Okay, see deganimiz nima desanglar? Ko'rish yoki ko'rishish. Okay. Okay, and nice to see you. It's nice to see you too. Okay. And nice to see you. And oldingi darsimizda nice to meet you. Okay. And meet deganimiz hamda tunji qatim tanishish, ko'rishish bo'lsa, meet ni ishlatamiz. Nima? Okay, nice to meet you deganimiz tunji qatim bir bilan tanishib, shu vaqtda nima qilganda, xo'shlashgan chog'da, ya'ni voy sizdan ko'rishganimga, tanishganimga xushalman deganda nice to meet you ni ishlatsa, shunami? Okay, and nice to see you. See degan ko'rishmak. Shunami? Andaqda siz bilan ko'rishganimga nihoyat xushalman. Unga ikkinchi qatim va yoki uningdek qiyin qatim hamda ko'rishgan vaqtda shu didor g'animat emasmi? Shu vaqtda deysizlar. Nice to see you. Okay, nice degan nima edi? Okay, nice deganimiz nima? Nihoyat baland, go'zal, shunami? Voy siz bilan nihoyat xushalman demakchi. Siz bilan ko'rishganimga xushalman. Okay, men xushal bo'lsa-chi? Me too. Yoki nima? Nice to see you too. Okay.
Nice to see you too. Okay, nice to see you too. Okay, next one is goodbye. Goodbye. Okay, goodbye. Goodbye deganimiz nima? Xayr xo'sh. Like goodbye. Yoki nima desak bo'ladi desanglar? See you later. Okay, endi mana qarasanglar, see you sizni ko'ray later. Keyin. Voy, siz demak keyin ko'ray degan gap. Nima desanglar, o'xshashlam shu. Keyin ko'rishaydi. See you later. Okay, endi qizlarni hisob deb see ya. Siya deydi shu. Shuna, shu siya degan ko'p ishildi. Do'stlar bilan xo'shlashgan xayr xo'sh demoqchi bo'lar. Siya. Goodbye. Yoki nima? Siya. Goodbye. Yaxshi. Goodbye. Xo'sh, hamsa biz shu 9-darsniki tekst keldi savollar. How are you today? Okay, how are you today? Xo'sh, avval shu tekstniki anlash qismini bir anlash hujjat MP3 uchun sizlarga bir qo'yib birlar, undan keyin tafsiliy birdan-bir tushiraylar. Lesson 9. How are you today? Listen to the tape, then answer this question. How is Emma? Hello, Helen. Hi, Stephen. How are you today? I'm very well, thank you. And you? I'm fine, thanks. How is Tony? He's fine, thanks. How's Emma? She's very well, too, Helen. Goodbye, Helen. Nice to see you. Nice to see you too, Stephen. Goodbye. Alright guys, endi bir savol bor ekan. How's Emma? Okay. How's Emma deb bir savol bor ekan. Uni nimda javob beramiz savollarsa, Emma qanday ekan? Okay. She is very nice. Well. Okay. She's very well. O'yindan yaxshi ekan, shunami? Okay, endi bular bir ko'chada ko'rishib qolibdi, shunami? Ko'rishib qolib, hello Helen. Desa nima debdi? Hi Stephen. Okay. Birisinin ismi nima ekan desanglar, Helen, yana birisinin ismi Stephen. Bo'sh kerak ko'rsatdim debdi. Hello Helen. Oy, Helen qanday turibsiz desa, Hi Stephen. Demak, endi sizlarni do'stlaringlarga ko'rsatib qoldim. Hi Palanchi. Hi, hello Palanchi. Hi, bla bla bla. Shunami? Deganda ham nima salom soatdi. Hello Helen. Desa, Hi Stephen. Okay. Endi birinchi jumlani nera? How are you today? How are you today? Okay, how are you today? Oy, bugun ahvolingiz qanday? Okay, asl masalan buni kelib chiqishga qarab baqsaq savolashlar. Okay, qarab baqsaq, masalan I am fine. Okay, hamda men yaxshi degan gap bu. I am fine. Okay, siz yaxshimi? Savolga aylantirsak nima desa, am I fine? Okay, hamda o'z-o'zimizni so'ramaymiz-ku. Hamda you o'zgartirib bersak nima desa, are you fine? Okay, are you fine? O'zgartirish nima? Are you fine? And the fine o'rniga shu how ni almashtirib etsak, okay, how ni almashtirib etsak nima bo'lar desanlar, odatda w yoki h bilan boshlangan savol almashtirib, odatda jumla beshiq keladi. Nima beshiq aytiladi nima desanlar? How are you today? Okay, nahmush chiqdi. How are you? How are you? Okay, bugun ahvolingiz qanday? Deganda I am very well. Men nihoyat yaxshi. Demakchi, meni salomatligim, ahvolim nihoyat yaxshi. Thank you. Endi bularniki bir nima so'z ekanlar desanglar, o'sha rahmat. Okay, rahmat intayin. Chunki u boshqalar sizniki nimangizni, ahvolingizni so'rasa, siz cho'qim mana bundan ahvol so'g'ongan nima desanglar, rahmat aytasiz. Thank you. Undan ikkinchi yana nima desanglar, and you. Okay, endi bu and you degan nima so'z desanglar, and hamda how are you degandan keyin qisqartirilmasa. Okay, and how are you? Okay, hamda siz qanday? Demak, hamda siz qanday mi yerda qana qisqarib and you. Chunki eg'iz til emasmi? Eg'iz til shunga yerga and you degan qanday desanglar qisqarib ham keldi. And you? Sizchi? I'm fine, thanks. Okay. I am fine. Okay, I am fine. Demakchi men yaxshi. Thanks. Okay, thanks keyin askatilg'i ko'plik. Demakchi siz ko'pdan ko'p rahmat degan gap. I'm fine, thanks. Okay, demakchi thank you ni qisqartimiz, ha? Demak, thank you a lot. Shunami? I'm fine, thanks. Voy men yaxshi.
Rahmat. Demek, yaxshi deganda very well, nihoyat yaxshi yoki very yoki nima I'm fine. Ishqalayni bo'ldi kerak. Endi bular endi birinchisi kim to'g'ri so'radida? Qaranglar. Okay. How is Tony? Okay. How's Tony? Okay, endi Tony degan kim bo'ldi? Okay, Tony deganda endi ayolniki nima yo'ldishi shunaqa. He's fine, thanks. Okay. Tony deganimda ama ishqayolniki endi aksi nimdan so'ray, how's Tony? Voy Tony qanday? Demakki ayolning yo'ldishi shunami? How's Tony? Shunami? He's fine, thanks. Voy u yaxshi. Shunami? He's fine. U yaxshi, thanks. Rahmat sizga. Endi Emma. Okay, endi ayol kishi Emma'ni so'radi. Bu Emma kim bo'ldi desam, odamning nima desam, ayoli. How's Emma? Okay, endi ayol kishini so'raydi. How's Emma? Okay, Emma chi desa, she's very well to Helen. Okay, she's very well to Helen. Voy, u qanday desam, nihoyatda yaxshi. She's very well. U qanday desam, yaxshi. Okay. She's very well to Helen. O'ynta yaxshi. Okay, goodbye Helen. Oy, hey, xo'sh, goodbye Helen. Nice to see you. Oy, Helen, xo'sh, siz bilan ko'rishganimga intayin xushalman. Shunaqa. Nice to see you too, Steven. Goodbye. Okay. Endi bu yerga nice degan yaxshi, go'zal. To qaqa. Endi mush fe'llarning oldiga kelsa, fe'l shu harakat qo'y. See degan ko'mi. Maqsadni ifodalaydi. Demakchi, men sizni ko'rganimga nihoyat xushal. Nice to see you too, Steven. Okay. Siz bilan ko'rganimga yoki siz bilan ko'rishganimga intayin xushal. Okay, intayin xushal. Okay. Sadoshlar, shu bizdagi 9-darsimiz mushaylik bo'lsin. Topshiriq sizlar cho'qim o'sha tekstni cho'qim yodlanglar. Vaqti yodlayotanglar. To'xtamay yodlanglar. Uniki so'zlarni intan yaxshi o'rganinglar, bir yezib olib, 10 qatimda ko'chiranglar. 10 qatimda ko'chirib, bizga vaqt bersanglar, biz tuzib. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.